Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan oq to'plami, ya'ni 96/2007 kitobining planometriya bo'limini boshlaymiz. Demak, birinchi mavzumiz burchaklar va masofalar. Asosiy narsalarni aytib o'tadigan bo'lsam, burchak deb bitta nuqtadan chiqqan ikkita nurga aytiladi va ikkita nurning orasi gradus o'lchovida o'lchanadi. Burchaklar 4 turga bo'linadi: o'tkir burchak, to'g'ri burchak, o'tmas burchak va yoyiq burchakka bo'linadi. Gradus o'lchovi 90 dan kichik bo'lsa o'tkir burchak, 90 ga teng bo'lsa to'g'ri burchak, 90 dan katta bo'lsa o'tmas burchak va 180 gradusga teng bo'lsa yoyiq burchak deyiladi. Qo'shni burchaklar. Qo'shni burchaklar alfa va beta yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi va vertikal burchaklar, ya'ni ikkita to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'lgan figuraga aytiladi. Bu yerda alfa bir-biriga teng, beta va beta bir-biriga teng bo'ladi. 60 bu alfa 60 bo'lsa, bu ham 60, bu 90 bo'lsa, bu ham 90 bo'ladi.